Kechirasiz aka, Hikmat akaning uyini qidirib yuruvdim. Qaysi anu gapirganda tupurib gapiradigan magazinchi Hikmatmi? Ha, o'sha. Anu xotinni tug'ilgan kuniga xotiniga mashina olib berib, adasini yubileyda adasiga ko'ylak olib bergan magazinchi Hikmatmi? Ha, o'sha. Anu jazirama issiqda konditsioner sotib qo'yib berish tekin deb hammaga qo'yib yuborgan magazinchi Hikmatmi? Ha, o'sha. Ketdi. Qanday borishni tushuntiraman. Setoraning muzikasi bormi? Bor. Qo'y. Mashina to'xtatib yuborgan ukam. Aka, magazinchi Hikmat Yunusobodda turardi. Bizning Sergeli kelib qoldik-ku. Endi tushuntiraman-da ukam, meni Yunusoboddan olgan joyim bor-ku, o'sha yerdan 20 metr yo 19 metr, 18 metrmi? Yo, 19 metr chapga burilsang, Hikmat magazinchining uyi. Aka, shuni boya aytsangiz bo'lardi-yu. Bo'lardi, lekin Sergelida ishim bor-da. Aka, iltimos qilib so'rayapman, okajonim. 2 soatdan beri ko'chada olib yuribsiz. 2 soat bo'ldi-ya. 45 gradus bo'lyapti suv, balkim 50 gradus bo'layotgandir. Nafasim qaytib ketdi. Mana shu oynani ochib qo'yaylik, iltimos, aka. Menga qara. Menga oson bo'lyapti deb o'ylaysanmi? Hozircha oynani ochib qo'ysam hamma ustimizdan kuladi. Oyna yopib tursa, mashinada konditsioneri bor ekan deb o'ylaydi. Tushundingmi? Obro birinchi o'rinda turadi bizda. Chida ozgina qoldi, 3 soat. Bilat. Rul qizib ketyapti. Latta-patta bormi? Latta-patta bergan shunday rulni anaqa qolay, makada boshqaraman shekilli. Ben usiz yashamayman, ada. Ben endi nima qilaman? Tamom bo'psan uje. Xotin shirin bo'lmay o'lsin. To'xta, men o'lsam ham shunaqa yig'laysanmi? Par, chiq mashinadan. Kelin. Katta telpagimni kichkina qilib keldim oldingizga. Bunaqa yurmaylar endi. Yarashib olinglar. Yangi tapchik oldingizmi? Qayting uyga. Adajon, qaytmayman. O'g'lingiz ikkita uzugimni olib sotib yuborganlar. Ishim bo'lmayapti deb. Endi ona qizim, hayotda hamma narsa bo'ladi-da endi. Uyga qayting, jon qizim. Onangiz kim bilan urushni bilmasdan mahalladagi itlar bilan urushib yuribdi. Qayting orqaga. Yo'q, adajon, qaytmayman. Tilla uzukdan keyin iPhone telefonimni ham olib sotib yubordilar. Ishim bo'lmayapti deb. Unaqa qilmang. Shuncha yo'ldan keldik, benzin quydim. U pulga tarvuz olmoqchi edim. Uyda ovqat qolib ketyapti-da. Siz yeb qo'yardingiz oxirida. Jon qizim. Yo'q, adajon, men hammasiga ko'ndim. Lekin adam nomlariga kredit oldirib, adam nomerlarini cho'nilab qo'yganini ko'tara olmayman. Qaytmaydimi? Qaytmaydi. Nimaga? Shuncha narsa qilib qo'yganingdan keyin qaytmaydi deb bolam. Hammasini sizni qarzingiz to'lashga qildimi, ada? Gnida konjinni. Shunaqa deyishini bilardim. Hozir harorat qancha? 40. Piyoda ketasan. İşlerini yürütemiz Nokia'da bir günü yaparam apa Tony Montana diyeyim. Xotining Instagramga chiqib olib, hammaga baxtli hayot sirini ochaman deydimi? Nimaga bu sir ochishga usta? Onang unga ishonib qo'shnimizni konchindi desa, borib qo'shnimizga yetib o'tiribdi. Erkagingiz sizni qadrlashi uchun unga befarqligingizni ko'rsating deydi. Sani mashina urib ketganda ko'rishga ham bormagandi. Vaholanki o'zi urib ketgandi. Insofsiz. Bir yilda bir marta sayohatga chiqinglarimish. Ko'rdik. U sayohatga chiqdi. Biz kredit to'ladik. O'zingiz uchun vaqt ajrating deydi. To'g'ri, 3 ta bolani biz uchun tuqqansizlar-ku, ha? O'zidan salbiy energiya chiqaradigan insonlardan qoching debdi. Bu uyni ko'rganda nimaga qochadi deyman. Har tong quyoshni kutib olingmish. Sani xotiningni uyg'onishi quyosh kuzatishga to'g'ri keladi-yu. Taqdiringizni begonalarga topshirmang debdi. Bu gapiga 100% qo'shilaman. Barakalla. Qachon chiqib ketasizlar uyimdan?